bo'ldi, nima qilyapsiz? Ko'karib ketdi. Voy! Ey, nima qilyapsiz? To'xtang. Nima bo'lyapti? Qornimni ozdiraman deb massaj olayotgandim. Ko'karib ketyapti, og'riyapti. Qornim kiradimi, yo'qmi? Mani javobimni kutyapsizlar. Tanani ozdirish maqsadida og'ritib, ko'kartirib qilinadigan massaj bu to'g'ri usul emas. Aksincha bu vazn tashlashga xalaqit qilishi mumkin. Nega? Chunki mushaklarga haddan tashqari bosim berish va og'riqli ta'sir o'tkazish tanani himoya rejimiga o'tkazadi. Bu esa mushak spazmini keltirib chiqaradi. Mushaklar haddan tashqari zo'riqib, qisqarib qoladi. Natijada qon aylanishi va limfa oqimini yomonlashtiradi. Kuchli og'riq yoki stress tanada kortizol ishlab chiqarishni oshiradi. Bu esa yog' yig'ilishiga sabab bo'ladi. Agar massaj juda og'riqli bo'lsa, tanani tabiiy himoya tizimi uni shikast sifatida qabul qiladi va shu joyda ortiqcha suv yig'ilishiga, shishlarga sabab bo'ladi. Vaznni kamayish o'rniga aksincha ko'payishiga olib keladi. Shuning uchun vazn yo'qotish uchun massaj to'g'ri va qon aylanishini yaxshilovchi bo'lishi kerak. Og'riq beruvchi yoki zo'raki usullar yog'ni eritmaydi, balki organizmni ortiqcha stressga soladi. Massaj noto'g'ri qilingan bo'lsa, u vazn yo'qotish o'rniga aksincha organizmda stress keltirib chiqarib, yog' yig'iladi. Shuning uchun massajni professional texnikani biladigan mutaxassis qilishi juda ham muhim. Sizga bu masalada meni sentrim yordam beradi. Chunki biz tanadagi tashqi yog'lardan tashqari qorin ichki visceralniy yog'lar bilan ham mashg'ul bo'lamiz va ich yaxshi kelishiga ko'proq e'tibor qaratamiz. Kim muolajaga kelmoqchi bo'lsa, quyidagi raqamlarga bog'lanib, bemalol muolajaga, ya'ni ozish uchun kelishingiz mumkin.